Bu Andijon qora tovuqlarini biz xonaki ravishda boqayotganmiz. Ko'rib turibsiz, kanimdek. Mana shu oddiy kipitilnik bilan jo'ja ochiryapmiz-da. Qarang qanday katta bo'lib ketgan va qanday qattiq bu narsa, qattiq. Va albatta meni endi qanday joyda boqyapsiz deb birinchi marta ko'rayotganlar so'raydi. Mana shu uyachasi, bu yer 17 metrga 7 metr bo'lgan joy taxminan shunaqa. Bunda sarig'i ikkita chiqadi. Buni mana shakli shamoyili o'zini turishi ham aytib turibdi. Bu yomon natija emas. Men uchun zo'r natija. Birinchi yil boqishim, birinchi yil qilishim va bundan xursandman natijasidan. Mana bitta yangiliklardan bittasi 5000 talik inkubatorimiz keldi. Mana tuxumlarini to'ldiryapmiz. Bular ichkarida tutqunda boqilgani bilan tashqariga ham chiqadi va tashqarida o'zini xuddi tabiatda his qilayotganday, ya'ni shu tabiatda yashayotganday qilib sharoitlar qilib beramiz-da. Mana shu mazza qilib maysalarni cho'qib yeyishi. Hozir mana abed mahalda juda ham issiq bo'lib ketyapti. Shunga qaramasdan mana parrandalarimiz hatto qanotlarini ham ochib olishgan. Shu ichkarilar ham issiq bo'lyapti, baribir issiq bo'lmasin, biroz shabada bo'lsin degan maqsadda salafanni ochdik. Yarmi turib nima sababdan bu yoqqa ko'p changi urmasin degan maqsadda. Lekin shuning uchun bu yerda hozir dimroq joyti bor. Mana shu yarmida ham bilinyapti-da. U yog'i sal bahavoqroq, bu yog'ida dim. Men salafanni yana bu yergacha yana bitta kvartalini ochaman. Chunki shunday qilmasa bo'lmaydi. O kunlarda biroz havolar yomg'ir yog'ib salqin ham tushib turuvdi. Endi bundan bu yog'iga ancha isib ketdi. Nimadirdan cho'chib ketishdi mana. Shunaqa qilib maysazorlarning ichida maysalarda tabiiy terib yeganda yashashyapti tovuqlarimiz. Mana shu. Bular rosa ko'p sayrayapti, qarang. Hop, umuman olganda tovuqlarimizni hozirgi kunda holatlari yomon emas. Aytdim, ba'zi birlarda o'sha pati to'kilish boshlayapti dedim. Buning uchun chora sifatida hozir oltin gurgut berayotganmiz. Soda va oddiy non soda bo'ladi-ku. Shunaqa narsa va tuz. Yemaga shu tuz qo'shib beryapman. Endi yaqinda boshladim. Nasib endi bu narsalar ham sekin bartaraf bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni keyin bir sababi deb o'ylab qoldim. Men yemiga oddiy kunjara bor-ku, molni kunjarasi. Shunaqa kunjaradan berayotgan edim. Ana shu kunjara sabab, balki shu kunjara sabab issiqlik miqdori tanasida oshib ketib, patini to'kishga tushgandir degan fikrga ham borib qoldim. Kunjarani endi ozgina qoldi. Endi ozroq qo'shib beryapman iloji boricha va ozgina qoldi. Uni yeb bo'lgandan keyin boshqa bermay qo'yamiz. Tuxumlar soni o'ynayapti o'rtoqlar. 270 ta oshyapti, ba'zida 260 ta. Yaxshi qara olmay qolgan kunim, misol uchun boshqa ishlarim chiqib, oziqasini yaxshi bera olmay qolgan kunimga 250 ta oshyapti ham. Demak dedim, oziqasini har doim bir xilda yaxshi berish kerak, ya'ni to'ydirib. Kam yegan paytda albatta tuxumni ham kam beryapti. 320 ta yo 330 ta makiyondan shunaqa, ya'ni 80%, taxminan 85% tuxum beryapti. Keyin yana bir narsani bilib qoldim. Oxirgi paytda men makkani juda ham oz berayotgan ekanman. Adashmasam shunaqa. Chunki bug'doyda juda ko'paytirib olibman, kepakda juda ko'p beryapman. Endi men tarozida ishlamayman, beraveraman. Ya'ni taxminan yem tayyorlab
mana shunaqa bo'lyapti-ya deb turib holatiga qarab beraman-da. Lekin 270 taga chiqquncha faqat ko'paydi. Kuniga shu 10 ta, 5 ta qilib qo'shilishib, tuxumlar faqat ko'paygan edi. Hozir endi nasib 2-3 kundan beri to'xta biroz e'tiborli bo'ladigandan keyin tuxumlar soni ko'z tegmasin 270 taga ko'tarildi. 270 ta oshiq beryapti ham. Endi ya'ni bitta 3 ta, 4 ta baraklariga chiqib ketayotganini hisoblamagan holda aytayapman-da, endi iste'mol uchun chiqadi, sinib qoladi, ozgina chaqnab qoladi, ya'ni sinib qolmaydi. Chaqnab qoladi yoki shu shakli shamoyili menga yoqmaganlarini berib yuboraman. Hatto mana tovuqchamizni qarang, oyog'ida kesak qotib, barmog'iga, tirnog'iga o'rnashib qoldi. Boyaginda ham bittasinikini xuddi shunaqasini ushlab olib tashlagan edim. Qani bilan qo'rqib ketmasmikin buni ushlayman desam. Mana qo'rqitmasdan ushlab oldim. Mana buni ko'ryapsizmi? To'xta jonivor. Shoshilma, men videoga ham ko'rsatib qo'y. Qarang qanday katta bo'lib ketgan va qanday qattiq bu narsa, qattiq. Buni hozir tisha bilan sekin-sekin chopib, keyin ko'chirib tashlayman. Bu juda ham qattiq narsa. Osonlikcha sinmaydi. Agar osonlikcha u yoqda nimadirdan cho'chib ketdi boshqalar. Agar osonlikcha singanda shu paytgacha tushib ketgan bo'lardi. Nimadandir cho'chib ketishdi bular. Yaxshi, men mana bu parrandachamizga hozir yordam ko'rsatib qo'yay. Mana qarang, oyog'ini o'rganib qo'ygan, yurishi ham boshqacha. Mana bu hozirgacha bo'lgan jarayon, tuxum olgan jarayonim. Mana bu tuxumni ko'ryapsizmi kattaligini? Bunda sarig'i 2 ta chiqadi. Buni mana shakli shamoyili o'zini turishi ham aytib turibdi. Bu 2 ta chiqadi. Mana bular mana bitta chiqadigan tuxumlar. Ya'ni mana yotqizib qo'yganda mana shunday standart variantlarini men inkubatorga olaman. Mana bunday nostandартlarini olmayman. Bu sarig'i 2 ta chiqib qoladi. Shuning uchun mana bunday har xil chaqilgan variantlari bo'ladi. Xulasi juda ko'p omillari bor. Shularni chiqinglar, boringlar. Shularni hammasini e'tiborga olgan holda o'zim chiq. Yo'q. Yo'q, jo'na. Davay, yo'q. Davay. Ha, ketinglar bo'ldi. Shularni hammasini e'tiborga olgan holda tuxumni sortirovka qilib olamiz va keyin inkubatorga joylaymiz. O'rtoqlar, mana parrandalarimiz yaxshi yomon emas, ko'rib turibsiz. Ma'lumotlar kam bo'lgan bo'lsa ming bora uzr so'rayman. Bu asosan qiziqib so'rashadi. Anjon qora shahzodasimi deb qiziqib so'rashadi. Yo'q, bu Anjon qora shahzoda emas. Oddiy Anjon qora tovuq deb nom olgan parrandalar tuxum yo'nalishida. Bular kurki bo'lavermaydi uncha-munchaga. Ular kurki emas, ko'proq tuxum tug'adi. O'zi yotib kurki bo'lib qolishi kamdan kam holat, lekin bo'lib qolishi ham mumkin deb aytishdi. Hozircha bizda ko'z tegmasin, kurki bo'lgani yo'q. Tuxum yo'nalishidagi ajoyib zo'r parrandalar, qushlar deymizmi? Menga misol uchun shaxsan yoqyapti bular. Boqish, shu bilan shug'ullanish. Yomon emas, soni 400 ta bor. 400 tadan 60 ta, 70 ta, taxminan 70 talar xo'roz bor, 60-70 ta, demak 30 ta atrofi, 330 ta atrofida makon bor. 330 ta makondan taxminan bizda 270 ta oshiq, 260 ta hozirgi kunda tuxum olayotganmiz. Bu yomon natija emas. Men uchun zo'r natija. Birinchi yil boqishim, birinchi yil qilishim va bundan xursandman natijasidan, rezultatidan.
Va albatta meni endi qanday joyda boqyapsiz deb birinchi marta ko'rayotganlar so'raydi. Mana shu uy echasi, bu yer 17 metrga 7 metr bo'lgan joy taxminan shunaqa. Shu joyda boqayotganmiz. Tuxumlarini yig'ishtirib bo'lganman. Endi bitta ikkita tug'adiganlar yana tug'adi hali. Aylantirib. Hozir chiqib ketdi, mana hozir bittadan tug'ib ham qo'yibdi. Mana shu joyda suvlari mana bunday avtopayilkada turadi. Shu bochkaga ulab qo'yganman, o'sha bochkadan suv oqib tushaveradi. Shunaqa joyda boqilayotgan. Mana bitta yangiliklardan bittasi 5000 talik inkubatorimiz keldi. Ishlayapti. Maqsad aka, sizga kattadan katta rahmat. Mana tuxumlarini to'ldiryapmiz navbati bilan. Yaxshi, yomon emas. Va mana aytganimdek, mana shu oddiy kipitilnik bilan jo'ja ochiryapmiz-da. Shu kipitilnik bilan. Endi shunday desa ham bo'ladi. Sababi hozir almashtirib qo'ydim. Sizga mana ishlashini ham ko'rsataman. Mana bu holatga e'tibor bering, qarang. Bu oddiy kipitilnik. Kipitilnik nimaga kerak? Inkubatorda mana bir kuni erib ketdi zamykanyasi bilan, eski tenti o'sha yerda qizdiradigan bor-ku, suvni qizdiradigan. O'shasi erib ketdi. Mana xullasi shu bilan inkubatordagi namlik yo'qoldi. Men qidirib o'sha imенно qizdiradigan tenni topolmadim. Shundan so'ng qanday yechim qidirib topdim. O'zimizda topolmagandan keyin vaqt ketmasin dedimda, oddiy kipitilnik sotib oldim. Mana shu kipitilnikni mana skotchlab uchidan bir narsa qilib ulab qo'ydim. Asosiysi bu yerda suvni qaynatib bersa bo'ldi-ku, ya'ni suvni isitib parlash kerak edi. Shuning uchun hatto kipitilniklar bilan ishlab mana rezultatlarga erishyapmiz. Hozir mana bunday yangicha uskuna olib kelganman. Bu yaxshi tarafi, o'tgan safar jo'natib yuborishdi Maqsad aka. Aytganim, bu narsa suvni parlab beradigan narsa. Bu o'shani tenga o'xshab suv tugab ketgan paytda ichkaridagi temperaturani ko'tarib yubormaydi qizdirib tuxumlarni. Xavfsiz xullasi. Hozir shuni ulash jarayoni vaqti kelganda vaziyatdan chiqish uchun shunday yo'llar ham tutib turamiz. Hozir qarang, ishga tushadi. Ishlasang-chi endi. Ana. Mana shu holatda ishlaydigan uskuna ekan, juda ham ajoyib zo'r narsa. Hozir nargi idishni to'g'rilaguncha mana shundan foydalanib turibman. Bunda ham tuxum to'la 2000 ta. Shunday qilib bizneslarda yurgizyapmiz o'rtoqlar. Yaqinda jo'jalar chiqishni boshlaydi. Bunda 1000 taligi, bunda ham to'la. Yomon emas. Namlik tushib ketdi, sразу ishga tushdi-da. Shunaqa ventilyatsiyasi ham ishlayapti adashmasam. Shunday o'rtoqlar. Xullas yomon emas. Jo'jalarimiz chiqadi, bu yoqqa joylaymiz. Zakazlarimiz bor. Jo'jalarda 7000 so'mdan 1 kunligini va 8000 so'mdan 5 kunligini xarid qilishyapti. Xo'roz makon aralash shuni inkubatordan chiqadi, ajramagan holda xo'roz makon ichida shuni ketadi. Tarlab bermaymiz ham, tarlatib olishga ham ruxsat bermaymiz. Shu bir gala olinadi, shu bir galaning ichidan sanab chiqarib olinadi.